Тебе достаточно degan mana bu obrazga yetishmayapti ovqat qilish. Если она будет готовить har kuni xohlagan ovqatingizni bir kun manti, bir kun osh qilib bersa, достаточно bo'ladimi? Bo'lmaydi baribir. Bu muammo. Bu muammo. Qarang, shunaqa patsiyentim bor. 13-14 yoshgacha eshik qilib ishlatishgan uydagilari. Chunki mehnatsevar oila bo'lishgan. Qishloqda katta bo'lgan odam, hozir, конечно, shaharda yashaydi, rivojlangan, takoy statusli odam, lekin yoshligida 13-14 yoshgacha eshik qilib uyda ishlatishgan uni. Spisk yozib berishar ekan, har kuni spiskka qarab ishlarni qiladi, uy tozalaydi, ovqat qiladi, molga qaraydi, qo'yga qaraydi, hamma narsa qiladi. И при этом kunduzi yarim smenaga maktabiga borib keladi. Shunaqa katta bo'ldi, ma'lum yoshgacha. Hozircha hech narsa ish qilgisi kelmaydi. Hech narsa. Na ovqat qilishni xohlaydi, na uy tozalashni xohlaydi. O'rnidan turgisi kelmaydi ishdan tashqari. Ishdan tashqari hech narsa qildira olmaysiz bu odamga. Oiladagi eng katta konflikt er-xotin munosabatlarida bu shu bo'lyaptiki, ish qilishni xohlamayapti bu odam. Yaxshi pul topadi, lekin uyda hech narsa qilmasa, hech narsa.